Aviaga keluvdik. Zo'r moment. Abi poyezd o'tish kerak. Poyezd o'tish kerak. Qarosat Hindistonniki. Bechorami poyezd o'tolmasdan orqada poyezd ham to'xtatib qo'ydi. Mashina egasi yo'q. Hali Mashabek toza ishlagan ekanmiz, bu yerda hozir zo'r tayyor, hozir ko'rsataman. Aytadi-yu, bo'lmasa qiyin deb. Ani nomer ham yozilmagan, boshqa ham qilinmagan. Endi mashina nomerini ko'rsatmayman. Mana shopirlar. Biz poyezdga to'xtayapti, bitta mashinani deb. A few moments later. Ha, iloji endi. Amallab endi o'zimiz ochib turib qo'yamiz endi. Bo'lmasa o'tolmaydigan topolmaymiz. Hujjat deb ham endi keyin safar xitob bo'lishar. Oxirgi iloj shu, noto'g'ri bo'lsa ham teploz o'tkazib olishimiz kerak. Lineykani ko'rsatib qo'ying, lineykani. Ana bilan olish kerak. Ket. Keyin safar qo'yadiganlar mana shu liniyadan bir metr bu yoqqa qo'ysanglar, bemalol o'tib kelishadi. Yetdi mana.